Assalomu alaykum. Bizni kuzatib turgan kuzatuvchilarimiz, mana bu hojonamiz. Andijondan kelganmidingiz hojona? Andijondan keldim. Nima shikoyatlar bilan? Meni oshqozonim bezovta qilyapti. Endi davleniyam oshdi, saharim oshdi. Ana shu yerda o'ziga tushib, o'pishib o'ziga tushib, doktor nazoratiga bormoqchi bo'lib turdim. Qo'shnim mana shu yerda topdi, internetdan topdi. Birga sherik bo'lib borib keling dedi. 3 kishi bo'lib qo'shnilar keldik. Kelgan kunimiz ertasidan lecheniyaga tushdik. Davleniyam ham tushdi, saharim ham tushibdi, oshqozonim ham og'rimay qoldi. Hamma lecheniyalarni oldik, ichaklarimni yuvdirdim. Hozir yaxshi, hozir o'zimni yaxshi his qilyapman. Xudoga shukr. Bugun oxirgi kunimiz, bugun lecheniyalarimiz tugadi. Bugun uyga ketamiz, Xudo xolasa. Barcha hamma nimalarga bezovta bo'layotganlarga mana shu yerda tavsiya qilyapman, tavsiya qilaman. O'zimni nimalarimga, opalarimga ham tavsiya qildim. Kelinglar, mana shu juda yaxshi ekan. Faqat suv bilan lecheniya olasizlar ekan deb tavsiya qildim. Ular ham kelishmoqchi bo'lib turibdi. Bu yerda shu to'lovimiz ichida fizioterapiya bor ekan, terapiya, vanna bor ekan, massaj, darsenval, larda oldik. Hammasi mana shuni ichida ekan, 3 mahal ovqat ekan. Ovqatlari yaxshi, parhez ovqatlar, juda ham shirin ovqatlar ekan. Rahmat hojona sizga. Rahmat, shu yerda ishlayotganlarga ham, boshqalarga ham katta rahmat. Bizni yaxshi kutib olishdi, chiroyli qilib kutib olishdi. Rahmat hammasiga. Sog' bo'ling hojona, yana kelinglar. Kelinglar, mana shu yerda juda yaxshi ekan, tavsiya qilaman sizlarga ham. Rahmat hojona, sog' bo'ling.